Assalomu alaykum, Chorvador kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan, yemlayotgan semiz buqalarni ko'rib o'tamiz. Bu buqalarni oldin bir ko'rsatib o'tgandik. Jonivorlar mana hozirgi kunda ancha qo'shib o'ziga kelib yaxshi o'zgarayotgan. Mana xudo xolasi holatlari mana bu buqamiz ancha kuchli bo'lib, yelkalari ham kengayib, yaxshi to'layotgan jonivor. Lekin yenishi ancha oz ekan, lekin yaxshi o'zgarayotgan buqa. Mana bu ham shu yangi qo'shdik. Xudo xolasi bu ham yaxshi ketyapti. Mana olinganiga bir 10-15 kun bo'lib qoldi. Bu mollar shu Silios, Somo, Kunjara, Kepay. Keyin bu katta buqamizga qattiq nonni uyutib berilyapti. Shuning hisobida yeyapgan. Kepay 1 kilo, Kunjara 1,5 kilo yeyapgan, Silios 4 kilo shunaqa atrofida bir mahaliga. Ammo hozir holatda yaxshi jonivor ancha qo'shib yaxshi o'zgarayotgan ko'z semasin. Trivazni ham shu 550 atrofida bosib olishi ham mumkin. Yani ozroq kelib olishi ham mumkin, lekin yaxshi. Meni fikrimcha ko'p xudo xolasa undan. Jonivorlar mana shunday holatda yaxshi ketyapti. Bular ham mana ancha o'sib, chiroyli bo'lib, dana ko'p bo'libdi jonivorlar ko'z semasin. Bunaqasi ham uzun, ancha yaxshi bo'lgan. Ayollar ham tikka jonivorlar. Vash Greenford gibrid shunaqa olingan, bu semental gibrid deb. Mollar mana yaxshi holatda ketyapti, hurmatli obunachilar. Shunday holatda baqilib yaxshi qo'shyapti o'ziga mana bunisi. Bu mana yangi bo'lsa, bu ham 24 ga olingan, shu Trivazni ham bir 360-370 shunaqa atrofida. Ko'proq yorishi ham mumkin, lekin bunisi mana jonivor yaxshi qo'shyapti yani. Xususan jonivor tipak. Mana bu kichkinalari. Orqalari ham kengayib, sekin buni sutilar ancha uyg'onib yetolyapti. Alloh barakasini bersin. Mana holatini ko'rsanglar bo'ladi. Bunga shu qatdan onam uyutib, shuni qo'shibdi, shunaqa nimani. Endi bo'ynlariga haydab, bo'ynlari ham uyg'onishni boshlabdi jonivorlar. Bunaqasiga ham yelka kengliklari ancha keng. Orqalari ham bu ham shu Greenford semental gibrid shunaqa paroda. Bunisi adashmasam qirg'izib qo'yish kerak bu. Jonivor. Oxirlari ham uni kattini rohida qilingan ekan. Bu nimalari ham shu 45-50 ga borib bo'lmay shunaqa ekan, 50 lar. Eni ham pokiz yaxshi holatda qilingan ekan jonivor. Alloh barakasini bersin. Bularga shu 2 mahal shuna yem berib, shuna holatda baqilyapti ekan. Shuna holatda, lekin bilmadim qatdan olishlayman, shu jonivor yaxshi qo'shyapti ekan, o'ziga barakasini bersin, ko'z semasin. Mana yelkalari ham ancha keng narsa akili. Hozir ko'rinib turibdi. Shuna holatda baqilsa ham o'zi yaxshi qo'shar ekan mana. Alloh hammamiz chorvamizga baraka bersin.